Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari, 2026-yilda kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Qadrdonlar, bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan stol-stullar narxini yoritib beramiz. Bu stol-stullarni olib turib, xohlasangiz xonadonga, kafega, restoranga, oshxonaga va albatta to'yxonaga ishlatishingiz mumkin. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod kominterndan bo'lyapti. Videomizni boshida bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Assalomu alaykum. Ustaka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, qo'llang dard ko'rmasin. Ustaka, 2026-yilda yangicha fasollar bilan xudo xolasa. Rahmat. Ya'ni ishlab chiqarishni boshlabsizlar. Bir vaqtda ma'lumotini beramiz aka bo'lmasa. Bunimiz shu medalyon fason. Aha. Medalyonni shu kattaroq qilib to'yxonalar uchun moslashtirdik. Taklanmaydi. Mana bu arqalari tikilishi, mana oldilarni ham haqiqiy Xitoynikiga o'xshatib turib, nima qildik? Baquvvatliklari ham Xitoynikidan baquvvat inshaalloh. Aha. Tubalar nechilik qalikda ustaka? Bulari 1.2 dan 1.4 gacha. 1.2 dan 1.4 gacha. 1.2 dan 1.4 gacha ishlatganmiz. Mana bu bu yerga ishlatilgan narsasi 3.5 ga 1 avval turbadan ishlatganmiz. Ya profil emas, ya turba emas, boshqacha material. Avvalniy material ekan. Avvalniy material. Ja, buyog'i o'sha zavodskiy o'xshab ketibdi-da. Zavodskiy, birga bir chiqarib o'xshagan. Shunday. Keyin mana bu gubkalarni ham ko'raverasiz. Mana bu 22 plotnisda 3lik, 4lik gubkalar ishlatganmiz hammasiga. Taglari hamma yo'g'i MDF. DSP emas, MDF. Sifatlariga javob beramiz. Temirni karkazlariga 1 yil kafolat beramiz. Agar sinaydigan bo'lsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa, buni almashtirib ham beramiz o'zimiz yonimizdan. O'rniga bitta qo'shib ham beramiz, yana bitta. Tushunarli. Bular old oyoqlari ham old oyoqlari ham mana konusli qilingan. Mana bu xon taxtasi ham oyoqlari shu konusli qilingan. Konusnovoy. Bular 1.4 stenada bulari. 1.4 stena. Kraskalari-chi usta? Kraskalari shu eng sifatli parashkoy. Tilla rangda ham eng qimmatidan. Eng qimmatdan. Buni ham boshqacha bo'lib turadi. O'zi boshqacha bo'lib turadi. Arzon qimmati bor. Bu eng sifatlisidan. Ularimiz ustaga donabey etiladimi yo kampirga etiladi? Bular donabey, donasini shu 400 minggacha qilganmiz. Hozir 350 ming so'm qilib qo'ydik. Bir donasi 350 ming so'm. Bir donasi 350 ming so'm. Kelib ko'rib ko'raverasizlar qadrdonlar. Bitta kelib ko'rsalang sifatini ham boshqacha. Og'irligi ham boshqacha. Bitta ko'rsalang sifatini o'zlaring bilasizlar. Ya qoyil. Kelib ko'rganga yetmaydi. Shunday. Keyingisi. Endi bunimiz paxta gulli. Paxta gullini shu to'yxonaga moslashtirilgani, katta qilib, gubkalari qalin qilib ishlatilgani. Mana busi ham shu 3 ga 1.5 avval turbadan bo'lgani. Sifati zo'r. Mana gubkalari ham, hammasi, mana tikilishlari ham kak Xitoydan. Endi Xitoyga borib olib kelish shart emas. Xitoynikida kelsa damini beradi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursak-a. Inshaalloh. Uzil kesil samarez yo maqtonini ko'rmaysizlar mana. Bo'pshi zo'r chiqqan xudo xolasa. Qo'y, bunimiz nomi nima deb nomlanadi? Buni katta paxta gulli deb qo'yamiz endi. Katta paxta gul-a? Ana. To'yxonalar uchun eng zo'r. Kelib ko'rib, tepasida ko'rib, buyurtma beraverasizlar. Qo'y, zo'r. Hammasiga. Bunimizda. Bunimizda ham narxi 350 ming so'm. 350. Agar ob'yom bo'lsa, ko'proq bo'lsa, inshaalloh kelishtirib qilib beramiz. Materiallarni ham bunisi mana boshqa rangi, yashil bo'lgani. Materiallar super mo'shi. Super mo'shi, ya'ni zo'ridan. Eng zo'ridan. 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan. Tushunarli. Sifatlari zo'r. Mana xohlagan rasvetkada qilib beraveramiz mana. Qolganlari bir xil ekan-a, nima? Qolganlari deyarli bir xil. Mana arqalarini ham tikilishlarini e'tibor qilasizlar. Tushunarli. Hamma narsasi 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan donasi, kelsa 10 kishilik, 12 kishilik desa qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Tushunarli, qo'y. Zo'r. Bularimiz-chi ustaka? Bunimiz medalyon fason. Yangirtirdik. Oldin sal dumaloqroq edi, endi uzunchoqroq qildik. Uzunchoqroq, keyin yana bunga bitta yangiligi mana bu oyog'iga e'tibor qilasizlar. Oyog'i orqaga og'namaydigan qildik. Keyin mana bitta ko'rsatamiz. Mana buni kiyishtirganda, oldin mana buni ustiga minasdi. Kashagi mana buni ezib qo'yasiz gubga. Endi mana ezmaydi. Yirtib qo'yardi, oldin yirtib qo'yasiz, nimadir bo'lasiz. Endi bunaqa bo'lmaydi. Mana ko'rishlar mumkin. Kelib ko'rsa, sifatini bilishadi. Tushunarli. Medalyon fason. Bitta har xil ekan-a gullar? Buyda har xil mana. Ranglar mana bunaqa tikilaydigan ham qilib beraveramiz. Mana ko'rishlar mumkin. Oddiy xohlasa tugmali, shunga tugma ham tortib beraveramiz. Narxlarini 215 ming so'm qilib qo'ydik. 220 mingdan sotilgan edi. Ham kattalashtirdik, ham sifatini zo'rlashtirdik. Taglari mana boltgayka qilingan.
Fanera ekan tagi. Tagi rossiyskiy Beryuza fanera. Fanera, ha. Kim abi bolt gaykasini ko'rsatib qo'yasiz aka. Yechilmaydigan. Prakachilarda shu muammo bo'lasiz. Bolt Yechilib ketmaydi. Yechilib ketmaydi. Qachonki kulish chiqsa keyin yechiladi. Ha, qachonki shu kulish chiqib, yetsa yechiladi. Chunki bu shaybali bo'lit. Uncha-munchaga yechilmaydi. Umuman yechilmaydi inshaalloh. Tushunarli. Bunimizni ham aka karkasga kafolat beramiz 1 yil. Agar sinadigan bo'lsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa, shu svarka joyidan qo'yib beradigan bo'lsa, bitta qo'shib beramiz, polni almashtirib beramiz, polni o'zimiz yonimizdan. Qo'yil. Qancha 215 ming degan 215 ming so'm qo'ydik. Ranglarini farqi yo'q. Xohlagan rangida qilib beraveramiz. Mana bu hollari oyog'i yig'ishtiriladi, xohlasa yig'ishtirilmaydigan. Bu ham to'yxonalarga olsa ham juda ham chiroyli turadi. Yog'ochdan ancha sifati zo'r. Tushunarli. Turishlari ham Xitoydagi bilan deyarli bir xil. Qon taxtasini nima ham qilib beraverasiz? Laminat ham qilib Qon beraverasiz. taxtasini laminat desa laminat, fanera desa fanera. Prakatga ham hamma narsaga olsa bo'laveradi. To'yxonalarga ham juda ham zo'r nima bo'ladi. Mana bu koja. Koja, ha. Kojani ham ikki koja juda ham qalin. Kep biz oldimizga kelib ko'rishsa, o'zlari sifatini bilishadi. Keyin mana bu profillarni ko'rsatamiz. Sindirmasdan bukilgan profillari ham. Mana bular, ha? Ikkala yoni ham bu. Oyog'i ham, bunisi ham profillari sindirmasdan bukilgan. Ya'ni sindirmasdan bukilsa, baquvvatligi yo'qolmaydi, ha? Qissa baquvvatligi oshadi. Ha, tushunarli. Keyingilar bular-chi? Endi bunimiz Corona fason. Buni ham o'sha yangirtirdik, yangicha oyoqlarda mana kiyishtirib ko'ramiz. Bitta kiyishtirib ko'rsak, mana bu ham gubkaga o'tirmaydi, o taylikka. Temiriga temir o'tiradi. Inshaalloh zo'r chiqadi. Tushunarli. Eng katta og'riqlardan bittasi edi prakatchilarda. Shunga yechim qilib qo'ydik. Tushunarli. Abi gullari ham juda ham neobishniy. Sinib ketmaydi, eng muhimi guli sinmaydi. Sinib ketami, nimadir bo'ladi deganlarga sinmaydi gullari. Corona fason dedingiz buni? Corona nomi. Corona fason, ha. Mana xohlagan rangidan qilib beraveramiz. Mana yashilida, mana busi mana millicha qildik, atlasni. Atlasni, ha? Millicha. Zo'r. Qanaqa rangidan desa qilib beraveramiz. Koja deymi, mo'yshimi, lattalikmi qilib beraveramiz. Aha. Bunimiz ham shu 150 ga doira bo'lgan to'yxonalarga ham rasa qilib berdik. Prakatchilar ham hammasi olishdi, arenda biznesi bilan shug'ullanadiganlar. Buni narxi 185 ming so'm bu ham. Donasi ham? Bir donasi 185 ming so'm. 185 ming so'mdan. Telefon qilishsa, agar to'yxonasiga nechta stol ketishini bilmaydigan bo'lsa, bizga terishsa, o'zimiz hisoblab nechta ketishini, nechta o'rin bo'lishini, qaytiga qanaqa xon taxta qo'yilishini hammasini bepulga hisoblab beramiz. Tushunarli. Xo'sh, ustaka bular dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bepul 10 komplektdan ko'p olganga. Ko'p olganga, ha. Qolgan joylarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Telefon qilishsa, unisini kelishamiz. Tushunarli. Bu paxta gullimiz ham xuddi shunaqa ko'rsatganimizdek mana kiyishtiramiz. Mana bunday qilib mana temiriga o'tiradi. Gubkasi ezib qolmaydi. Tushunarli. Ratsvetkalari hammasidan bor. Hammasi to'liq parashkovoy kraskada bo'lgan. Bu paxta gullar standart paxta gullar. Bu standart paxta gullar. Bu ham shu yangichasi. Mana oyoqlarini ko'rasiz, orqaga og'nab ketmaydi. Og'namaydi. Tez qaytadi. Ha. Narx qancha tushyapti bular? Narxi bu ham 185 ming. 185 ming so'm, ha? Agar telefon qilishsa, ko'proq bo'lsa, inshaalloh kelishtirib qilib beramiz. Obyomiga qarab, hamma narsasiga qarab kelishtirib beraveramiz. Tushunarli. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, bu tomonda mana paxta gullimiz. Operatorimiz bitta ko'rsatib bersin. Bu shu birinchi chiqarib yurgan paxta gullimiz. Ha, farqi? Farqi mana. Oyog'i ham oddiy, mana buni ko'ryapsiz. Mana kashagi ustiga minadi. Shunda gubkasi ko'p turgan hisobiga ezilib, kuni ko'p qoladi. Endi bu yangi chiqarganlarimizda o'shanga yechim qilib qo'ydik. Tushunarli. Bularimiz qanchadan tushyapti donasi? Bu ham 185 ming. Bu ham 180 ming. Bu eski fason ekanda bu faqat shu eskisi, endi bunga o'tdi. Kimga qaysidan xohlasa o'shasidan chiqarib beraveramiz. Shu qancha chiqishi mumkin mana shu 10 taligimiz? Endi 10 taling 2 million 300 ming so'm, 2 million 250 ming so'm, hali nimasiga qarab kelishtirib qo'yib beraveramiz. Mana stenalarni ham 1.2 deymi, 1.4 deymi, 2 gacha bukib qo'yib beraveramiz. Xo'sh, bunimiz Hilton deb nomladik o'zimiz. Hilton. Mehmonxonalarga qo'yiladigan o'xshagan. Tushunarli. Eng baquvvat stollarimizdan. Juda ham baquvvat. Necha 2.5 ga 2.5? Hamma yo'g'i 2.5 dan bo'lgan. Bu ham o'sha yangi fasonda ekan, usta? Bu ham yangi fasonda, shu kiyishtirsa ustiga o'tirmaydi. Tushunarli. Narxi 190 ming so'm buni. Agar ko'proq olaman deganga, bemalol tortinmay telefon qilaverasizlar, kelishtirib qilib beramiz. Xon taxtalarimiz 1.50 ga 75,
taxta fanera shu yig'ilganda 8 sm bo'ladi. Narxi? Sifatlari zo'r. Narxi 2 xil. Arzonroq qilib berganga 350 minglik ham bor, 390 ming so'mlik ham bor. 350. Lakida farqi bo'ladi, sal temirida farqi bo'ladi. Yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ha. Bu Bunimiz gulli stoldi. Aha. Gulli stoldi shu profildan qilingani. Aha. Oyoqlari 2,5 ga 2,5 profil, orqasi 2 ga 2 shu qalin stinadagi profildan. Taglari endi Boltga aka. Ha, boltga aka. Hammasi boltga aka. Tushunarli. Taxta faner desa, taxta faner qilib beraveramiz. Ha, narx qancha tushyapti bunimiz ustiga? Bunimiz narxi 150 ming so'm. 150 ming so'm. Xohlagan rangida sepib beriladi. Xohlagan rangiga sepib berilaveradi. Aha, bularimiz shu ustiga Bunimiz shu avval stol deymiz o'zimiz tilda. sindirmasdan bukilgan ekan, bu ham. Bu ham hamma yog'i sindirmasdan bukilgan. Sifatlari zo'r, boltga aka. Bunimizning narxi 165 ming so'm. Komplekti 1 million 350 ming so'm. 1 million 350 ming 6 talega. Bu o'shali gullimizda ko'k varianti. Ko'k variant. Aha. O'shasi. Endi bu o'sha paxta gulli, bu ham yangicha kojada qilingan. Nerjavika bu? Nejevikaga kraskasi sachilgan. Nerjavika laqabli kraska. Aha. Kraska sachilgan. Bu ham misol bir-biriga o'tirsa, mana nimasiga o'tirib qolmaydi, temiriga o'tiradi. Bunimizda mana shu 6 kishilik komplekti 1 million 450 ming so'm. 1 million 450 ming so'm. Ko'p olganga imkon qadar kelishtirib qilib beramiz. Dona 185 ming dedi? Donasi 185 ming so'm. 185 ming so'mdan. Xo'sh. Buni Endi bu shu eng arzon lola fason. Telefon qilishsa ko'rsatib beramiz. narxi. Narxi 105 ming so'm 08 i, 115 ming so'm birlik stenadagisi. Shuni 6 talar qancha chiqadi? 1 million 50 ming so'm 08 i, 1 million 120 ming so'm birligi stenasi. Aha, ya'ni turbasini qalinligida Farqi bo'ladi. bor. Ustaga endi masalan bir 10 komplektga zakaz berilsa, mana shu nimadan, paxta gullidan Aha. necha kunda tayyorlab berasiz? 10 komplekt bo'ladigan bo'lsa, agar shu odamni ishiga tushadigan bo'lsak, 2 kunda tayyorlab beramiz. 2 kunda tayyor bo'ladi, 2 kunda tayyor bo'ladi. Mana stol ichkanini bitta ko'rsatsak bo'laveradimi? Ichkarini ham bitta ishxonalardan Ichkanini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana xudo xolasa zakatovkalar ham sotiladimi ustaka bu yerda? Ha, bu turetskiy fason stollar zakatovkalar. Ha, tayyorlab berilaveradi, Tayyorlab berilaveradi. Ha. Oyoqlari konusoy bo'lar ekan hammasi. Xo'sh, qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, ya'ni eng birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalarimizdan o'sha menga sifati muhim deganlar aloqaga chiqaverasizlar ekan, Kraskalar sachib qo'yilgan shunday. Kraska, parashyut Hamma yo'q optim holatida. taxta fanera, bu tomonda esa mana 3 ta rover ekan. Ha? Ishxonalar, ha, shunday. Tomonda o'sha nima deydi, sklad deyladimi? Sklad, ha. Sklad. Skladmiz. Ha. Tomonda sklad. Narigi tomonda yig'iladi, Ha, narigi tomondan bitta ko'rsatib o'tamiz. Yo, showroomni ham bitta ochib ko'ring, ichkarini. Showroomimiz mana kelib ko'rishsa, Aha. ha, showroomimiz. Mana Stollar bitta terib. Xohlasa keyingi showroomimiz oppoq bo'ladi. Ha, inshaalloh keyingisini yangilaymiz, oppoq qilib tashkillashtiramiz bunisini. Bu yerda mana materiallarda o'sha har xil Abrazivlarimiz bor. Tayyorlab berishaveradi akalar mana. Koja, material hammasidan bor. Tashqariga chiqib endi bitta yig'ilish nimasini ham ko'rsatasiz. Men o'zim ko'rsatib qo'yayim. Sizlar nima qiladi? Klient ustaga 1 minut. 1 minut. Qo'dan klientlarimiz kelishgan ekan. Ko'chat sezon boshlandi, ustaga. Bu tarafimiz shu svarka profillarimiz bukib, svarka qilinadigan joylar, zakatovkalar. Zakatovka joy, ha? Shunday. Nima ham kompyutermi o'sha bukuladigan? Ha, bukiladigan shu Xitoy stanoklar. Ya'ni kompyuterni stanokda bukilsa, zamonaviy, cho'tga chiqadi, xudo xolasa. Ha, bular mana bitta ko'rsatamiz. Qani bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ha, ichini olsangiz mana. Beti bilan bir xil bukilgan joylar. Ya'ni mana shu stanoklarda tayyorlanadi ekan. Xitoydagi. Xitoydagi. Qo'l mehnati unchalik ishlatmaymiz. Aha. Bu kraskadan oldin bitta cho'tka qilinadi ekan, ustaga. Stanoklarni ko'rib qoldim. Sim cho'tka qilamiz hammasini. Ya'ni mana bu kraskani yaxshi ushlash uchun qadrdonlar, mana shu sim cho'tkada o'tkazdiriladi. Zangga olib tashlanadi va albatta mana bu yerda mana parashyut kraska sepiladi ekan. Necha gradusda sepiladi usta aka bu? 200 gradusda sachiladi. Mana parashyut kraskalarimiz. Mana bunday kukun bo'ladi mana. Ha, kukun bo'ladi. Bunday yopishib ushab qoladi. Aha. Sepiladi. Keyin buni ushab qolish uchun mana kameraga tiqiladi usta aka. Ha, keyin buni pishirgani bu pechkaning ichiga tiqiladi. Propan yaxshilarmi? Propan. Eng zo'ri propan, ha? Eng zo'ri propan. O'zimizda ham propanda. Mana bu tarafdan. Ha, baqa kirgan joyimiz. Ha, kirgan joyimiz. Aylanib chiqibmiz sexda. Chiqaveramiz. Xo'sh, qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Kimga shunaqangi eng arzon narxlarda sifatli stol stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tuman, Dehqonobod kominterndan bo'lyapti. Bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.